$2999 dollarga mana Spark'imizni berib yuboramiz. Albatta, to'g'ri eshitdinglar. $2999 mana Spark'imizni berib yuboramiz. Bor narsa yo'q, fake xabar deydigan akalarimiz uchun nomerini ham chiqarib qo'yaman. Mana ko'rib olinglar, nomeri ham bor. Xo'p, mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, mexanika peredachada. Oyog'iga 4 ta qo'qon diska bilan taqilgan ekan. Salon holatimizda ko'rsatishdagi. Mana salonlari yaxshi, yomon emas. Metan gazlari bor, ekor porchli, yaxshi qo'lda taqib qo'yilgan. Tepalari alikantaralar qilib qo'yilgan. Xo'p, klassasiga kiradigan bo'lsak, tomdan pasti podibka ponni o'zlari uchun septirgan ekanlar, lekin hech qanaqa udar bo'lmagan javob deyaptilar. Bunisini ham kelib ko'rib tekshirtirib, o'zingiz uchun proverka qilib o'rgansizlar akalar. Mashina holati yaxshi, yomon emas, yurib turgan mashina ekan. Salon orqa qismlari ham mana. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, har kuni Telegram kanalimizga 10 ta 15 talab GM va hamda inovatga mashinalarni qo'yib bormoqdamiz. Bunda ko'p insonning xabar bo'lmagani uchun Telegram kanaliga o'tib olishingizni maslahat beramiz. Oldin modellari Black Piano qilib qo'yilgan. Biz bu mashinani boyga yetganimda $2999 ga berib yuboramiz. Nomerlarini Telegram kanaliga qo'yaman. Kanalga o'tib telefon qilib baraka qolishingiz mumkin. Bilasizlar-yu, bizda prosta gap emas-da. Haqiqatan ham nomiga yarasha Desva kanal yo'q naq kanal bo'ladi. Bosinglar.